Yaxshimsizlar do'stlar. Шинжаң Паридио so'tchaklik shirkati xas nomini olgan Паридио studiyaga kim keldi programmasi 4-5 yilning yoqi har qaysinglarning olqishi bilan nayti yaxshi olqishliq program bo'lgandan sirt yana nurg'un sharaflarga erishib bizmi ajoyib shodlandik. Buning uchun eng oldi bilan Шинжаң radio televiziya stansiyasidek mana mushundaq bir organning idoramizning bizga yaratib bergan shu pingtaylarga rahmat etishdan boshqa hamkorlashib ishlagan o'zga madaniyat tarqatish shirkatiga chin qalbimizdan rahmat aytamiz. Shuning bilan birga bu yerda alayda rahmat etmoqchi bo'lgan bir minnatdorlik tuyg'um bo'lsa, mening shu Шинжаң Паридио so'tchaklik shirkatiga chin qalbimizdan rahmat aytamiz. Chunki programmaning birinchi qarori, ikkinchi qarori ham hozir ishlanayotgan uchinchi qarorining hammasiga zo'r mablag' bilan bizni qo'llab mush programmani nihoyatda bexatar, xotirjam, o'ngishli yo'lga qo'yib sizlar bilan yuz ko'rishtirganligimiz uchun o'zimizni cheksiz baxtli his qilamiz. Шинжаң Паридио so'tchaklik shirkati hammamizga ma'lum nihoyatda sifatli kirim buyumlarini ishlashdan boshqa yana davomli atrofimizga mana shundaq yaxshi san'at programmalarini va yoki futbol musobaqalarini va yoki har darajalik o'rinlardagi qo'llashga tegishli munosabatli kishilarni, shaxslarni, o'rinlarni qo'llab kelayotgan, bizni yaqindan qo'llab-quvvatlab kelayotgan mana shundaq bir shirkat. Albatta suv ichsang quduq qazg'uvchini unutma deb gap bor. Bizning programma Parizat boshliq Паридио shirkatidagi barliq xodimlarning qo'llashi bilan yaxshi taklif fikrlarni berishi bilan hozirgacha aytdi takomillashib bag'an siri yaxshi bo'lib mengiyotdi. Biz yana davomli yaxshi ishlashga tirishimiz. Bugun sizlarga shuni ma'lum qilmoqchimanki, 10-oyning 3-kuni, ya'ni Cuma günü kechda 22dan 35 o'tganda Шинжаң radio televiziya stansiyasining Uyg'urcha axborot universal kanalida yangi son, ya'ni hammamizga tanishlik bo'lgan so'yimlik singlim Sudiya Ay Mahmudning biz bilan o'rtoqlashgan hikoyalari hamda biz uchun aytib bergan go'zal naqshlari huzuringlarda bo'ladi. Men Sudiya Ayning shundaq tirishchan tavranmay izdanadigan san'atni ajoyib so'ygan qalbiga haqiqatan qoyil bo'ldim. Sizlarni programmamizni ko'rib yiqinglar amsa, juma kuni kechda ko'rishayli. Bu programma albatta yana do'yin xoda shupin xodimi qo'yiladi. Biz sizlarni studiyada saqlaymiz.